Mana Samatovich ishonmaganlarga shuncha pul tarjimon bir kunda qiladi. Bir kunda. Bu 1 million bo'ldimi? 1 million qildik. Mana narsa. İşonsaydı ham, ishonmasaydi ham shu. Xayr kelamiz hozir. Mana Samatovich ishonmaganlarga shuncha pul. Endi men bildim nimaga siz menga именно aylan bugun aytgani olib kelgandingiz. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Yaxshi egasi o'zini itini tashqariga chiqarmaydi. Nimagadir. Nimaga menga shunaqa muomala qilasiz aka? Mayli, men nima qilgan bo'lsam ham deydi, bu meni xotinim. Mingta qonun, noqonun deyish mumkin. Lekin men shu ayol bilan qanday bo'lsa ham 8 yil yashadim, 8,5 yil. Siz nima deysiz? Lekin yaxshi egasi bugun o'zini itini chiqarmaydi ko'chaga, yomg'ir. Men balki yaxshi odam emasman, lekin men bunaqa hayvonlardan emasman. Qiz bolani yomg'irga chiqarib, bunga mashinani to'xtatib, xafa bo'lsak bo'ladi. Men buni shaqa olib olmayman. Ertaga ketadi. Men bilaman nimaga siz meni yomon ko'rasiz. Chunki men birinchidan siz o'ylab chiqadigan qonunni qabul ham qilmayman va bajarmayman. Ikkinchidan men faqat O'zbekistonga qarashli qonunni bajaraman. Siz o'zingizni davlat organi deb o'ylab o'zingizcha qonun chiqarasiz. Qayerga boraman buni hozir? Qo'yib yotdi yomg'ir. Odamlarning oldida siz meni jinni deb ko'rsatasiz. Haq oldi. 4 til bilgan odam qanday qilib jinni bo'ladi bilmadim-u. Psixopat bo'lishi mumkin, lekin jinni bo'lmaydi. Shunga ham indamadim. Shunga ham mayli dedim. Qancha publikada meni haqorat qilganingiz. Так что Nastyani bugun olib ketganim sizga javob. Men siz bilan olisha olmayman. Siz afsuski hozircha davlat tomonidan ishlayapsiz. Afsuski davlat sizga shuncha narsani ishonib siz haqida to'liq ma'lumot ega emas ekan. Afsus.